Bizda shunaqa bo'lgan aktiv ham bor. 30 porsiya bu bir oyga yetadi. Bo'g'inlar, suyaklar, oyoqlar og'riganiga shaxsan o'zim oyog'im og'rigani uchun 2 ta olib ichdim. Juda ham zo'r ta'sir qildi. Buni sheridan yutasizlar. Xuddi gilos kompoti ta'mi keladi. Ichi suxoy bo'ladi. Suxoy ko'rinishda. Buni ham halol sertifikati bor qizlar. Ko'katlardan, tabiiy narsalardan tayyorlangan kollageni borligi sababli yoshartiradi. Tirishlarni yozib yuzinglarni tiniq qilib, tarang tirsilatib qo'yadi. Asosiysi sizni energiyaga boy qiladi. 100% halol, bemalol. O'zim ham ichdim, hech narsa bo'lganim yo'q. 2 ta olib ichdim, shu 3-inchisi kelyapti. Bemalol olib ichsanglar bo'laveradi. O'tirib turganinglarda bo'g'ininglar og'risa, tuz bo'lib qolgan bo'lsa yoki doktor lecheniya ol deyotgan bo'lsa, shuni olib 2 tasi bitta kurs bo'ladi. Olib ichib ko'ringlar. Shunaqa ham ta'mi shirin. Ertamanda ochiq qoringa 1 stakandan qilib ichdim. Keyin yarim soatdan keyin choy ichsanglar, shunaqa zo'r ta'siri bilinar ekan.